Endi bilmem, belki sizlar pullar kuru pul bilan urib bo'lmaydi-da. Даже pul ko'p bo'lsa. Va. To'g'ri. Tomonlama. Yine mesela Munisa Rizayevalar bor. Sizlarga konkurentdan ular. Hozirgi kundagi trenddagi mesela oshini sindirishni o'ylash kerak. Oshini sindirish uchun strategiya achish kerak. Uni mesela pul bilan urib bilmaysan, chunki ular bozorda axir. Har kun kelib turibdi ular odam. Masalan, baribir sen hozir masalan show biznesda unga o'xshab pul topib olmaysan, chunki tozasan hali. Lekin одновременно ularning konkurenting, masalan, meni konkurentim shu. Men shuni ikki tomonda ishingga, hozirdan shuni o'ylashing keraksa. Shunda kur, masalan, zakon притяжения degan nima bor psixologiyada. Ishi gaplarni sana operatorning aytishi kerak. Balkim aytar, men bilmayman uni, balkim aytar. Уверенный aytish kerak, lekinki men Munisa Rizayevani yapaman deyish kerak. Bo'ldi. Oshi, sel oshi bo'lish kerak. Agar hozirgi kunda Munisa Rizayeva bo'lsa, lekin ulam xato bo'ladi. Ulam xato bo'ladi, chunki Munisa Rizayeva masalan, men bilmayman, naskолько yashidali bu show biznesda u уже boshqa вопрос. Uni уже nalari bordan. Bu haqda gaplashish mumkin bo'lgan tema. Yulduz Usmonovani uraman deyish kerak. Yulduz Usmonova. Yulduz Usmonovani odamlar nechalik yaxshi ko'rmasin, lekin diva shu baribir. Tushundingmi? Diva shu. Ayollarning ichida. Shuni urishni o'ylash kerak. Masalan, men deb o'ylab o'tiramandan kim zo'r bo'lsa, shuni uraman deyman-da. Endi urush emas.